Hisor tog' etaklarida joylashgan Kitob tumanining Govxona qishlog'i maftunkor tabiati bilan ko'pchilikni o'ziga jalb qilib keladi. Faqatgina tog' etaklariga xos bo'lgan musaffo havo, qir adirlardagi yashilliklar kishini o'ziga maftun etmasdan qo'ymaydi. Qishloq tepasida joylashgan tog' darasi shunisi bilan diqqatga sazovorki, bu yerda tabiat mo'jizasi bo'lmish go'zal sharshara joylashgan. Mana biz Tangi darasiga qarab kirib olmoqdamiz va ushbu dara o'ziga xos sehrli jozibasi bilan barchamizni hayratga solishi shubhasiz. Mana nihoyat biz o'sha mashhur Tangi sharsharasiga yetib keldik. Ushbu sharsharaning go'zalligi barchamizni hayratda qoldirdi. Mazkur dara mahalliy aholi tomonidan Tangi darasi deb ataladi. Ushbu joy atamasining ma'nosi bilan qiziqdik. Mana shu qishlog'imizning eng diqqatga sazovor joylaridan biri aytganingizdek, mana shu Tangi va uning mana shovullab turgan sharsharasi oldida turibmiz. Keling shu fursatdan foydalanib Tangi so'zi, uning qisqacha mazmuni yoki mana shu qishloqning geografik joylashuviga alohida e'tiboringizni qaratmoqchiman. Tangi fors tojikcha so'z bo'lib, mana ikki tomoni tog'lik bo'lgan hududlarda, albatta fan tili bilan aytganimizda, o'sha tog' soylarining tang ahvolga qolib, keyin sizib oqib chiqishi, ya'ni yer yuzasining o'zida sizib oqib chiqqan suvning keyin qayta sharshara hosil qilib oqib chiqishi bu Tangi deb ataladi. Bu fors tojik tilida uchraydigan so'zlardan biri. Ana endi yer ostidan sizib oqib chiqqan suvlarni biz albatta sizot suvlar yoki uni xalq tili bilan aytganda buloq deb ataymiz. Mana ko'rib turganingizdek, o'sha qishloq hududida joylashgan tog'ning ikki tomonidan mana kelib tor o'zanda, ya'ni suvning sharshara hosil qilib oqib chiqishi. Demak, mana shu sharsharaning orqa tomonida ham demak tog' soyining sharqirab oqishi va uning keyin tor o'zanda sizib oqib chiqishini mana bu sharsharalar misolida ko'rib turibmiz. Bu ham keyingi paytda mana tog' turizmiga yaqqol misol bo'la oladi. Chunki bu yerda tog' oldi landshaftini ko'rib turibsiz. Mana yon atrofimiz tog' toshlardan iborat. Demak, bu yerda kelajakda shunday diqqatga sazovor estetik zavq olish maqsadida mana shu sharshara bo'yida kelib, qaysidir ma'noda madaniy hordiq olishimiz mumkin. Mana ko'rib turibsiz, musaffo suv, mana tog'i toshlar, osmoni mana beg'uborligi. Demak, bir so'z bilan aytganda, tonggi suqdam davrida agar biz ko'rsak, kislorodga to'yingan havoni bir ko'rishimiz mumkin. Tabiatning nodir mo'jizasiga guvoh bo'lar ekansiz, beixtiyor kishining ilhomi jo'sh urib ketadi. Mahalliy hofiz Ziyodulla aka ham ona qishlog'ining maftunkor manzarasini o'z qo'shiqlarida aks ettirar ekan. Qanchalar yoqimli bahor shamoli, u ham o'tib ketar xayol misoli. Qanchalar yoqimli bahor shamoli, u ham o'tib ketar xayol misoli. Hech qaysi joyida yo'q yurtim jamoli, tog'larim kezib yog'ar, seni kutkayman, seni kutkayman. Tangi darasidan o'ziga xos taassurotlar bilan qaytar ekanmiz. Ruhimizda ajib bir yengillik tuydik. Aynan shu go'shada inson va tabiat bir-biriga chambarchas bog'liq ekanligini yana bir bor his qilasiz. Seni kutkayman.